Rahman aka 1 metr cemiz ko'tarib olib yugurib yuradi nari beri. Mesut topay. Assalomu alaykum. Hurmatli qonaqlar, hurmatli bugungi konsert o'tgan qadrli mehmonlari, hurmat. To'xtatsangiz, berkasangiz. Atam sizga ne dedilar? Ne dedilar? Ko'p narsa aytdi, Rahman aka unutib qoldim. Tuna ramkadan çıkmay söyle dediler. Ana niye? Geçip qo'ysin. Uchrashuvlarda ramkadan chiqmadimi? Ramkadan shunday qoldimi? Murda men erkin demokratiyalı söz erkinligi bor mamlakatda yashab juram deb ketib to'ni ko'tarib oldi qarablar. Sen anday etkanda. Aqlan qarab turib ramkaga solib qo'yishdi. Ramkadan chiqmay berdilar. Nima, birinchi shunday jig'ach ramkaning ichida beratganda jig'ach ramkaning ichiga kirgizib qo'ygan. Anam bu qadar ko'rmay olsam bay plastik ramkaning ichiga kirgizib qo'ygan. Anam og'irda ko'rmay o'tirgan bo'lsa anamga o temir ramkaning ichiga kirib qo'yishgan. To'g'ri, normal. Nima aytam degan kishi shunday ramkaning ichidadir aytib qo'yadi, menga bari o'sha yerda turadi.